Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona tumanining qishlog'idan Natijagon deydi asalari shifo klinikasiga 5 kun oldin keldim. Yanimda ahvolim ancha og'ir edi. Men 10 yildan beri poliartrit kasali bilan kurashaman, dori ichaman. Og'riqqa o'zim ichadigan dorilarim bor, lekin ahvolim borgan sari og'irlashardi. Yurishlarim ertalab qiyin, kechga borganda og'rig'im yana kuchayadi. Shunaqa holatlar bilan keldim. Kelganimda hatto zinadan ham chiqolmadim. Qo'lim shu qiyshayib, doktor aytishyaptilar, mana 2-3 poliartrit bosqichi. Sizga tashxis qo'yilindi, poliartritni 2-3 bosqichiga o'tgan vaqtingizda hisobda. Mana 6 kun oldin, hozir 6 kun bo'layotgan bo'lsa, licheniyangizga 6 kun oldin mana zinopoyadan ham yaxshi chiqa olmagan holatda edingizda. Hozir mana yugurib yuribsiz, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Hatto mana asalari chaqishni boshladi. Ertasi kuni rostdan ham birorta ham og'riq qoldiruvchi dori ichganim yo'q. Mana shu kungacha ichganingiz yo'qsiz. Yaxshi, 95% ga og'rim qoldi. Men bu gaplarni chin dildan shu poliartrit bilan og'riyotgan bemorlarga ilinyapman. Shunaqa asalari shifo ekan, rostdan kelinglar, sizlar ham shunaqa nimadan davo topinglar. Men o'ylardim, rostdan poliartrit bedavo, endi umrim oxirigacha shu dorilar bilan yuraman deb o'ylagan edingiz. Lekin hozir o'zi boshqa narsani o'ylayapsiz, Xudo xolasa. Yaxshilanib ketdingiz. Keyin mana shu internetlarda bu Qur'oni Karimda kelganligi uchun asalarini shifoliligi ga ixlos qildim rostdan. Yangitdan shunga umid bog'ladim. Borsam balkim yaxshi bo'larman. Alloh aldamaydi bandalarni, bu Qur'onda kelgan deb shu asalari uchun umid qilib keldim. Allohga shukr, shifo topyapman. Undan keyingi kurs licheniyalariga kelish niyatim bor. Hozir deyarli og'riqlardan qutulib bo'libsiz-da. Sizni bezovta qilmayapti. Yaxshi. Endi yurolmay qolgan holatda kelib mana 5 kun 6 kun ichida juda ham katta natijaga erishdingiz-da, opa, Xudo xolasa. Endi qo'lingizda qaysi birida qiyshiqliklar bor edi? Mana shu qo'lim mana shunday bo'lib qolgan. Ana shunday holatda ko'rsatuvdingiz kelgan paytingizda. Hozir mana qanaqa bo'lyapti? Yaxshi ochilib qoldi. Og'riqlar yo'q. Juda qiynalardim, rostdan. O'zim uchun o'zim ham yaramay qolgandim, rostdan. O'zimning xizmatimga o'zim ham yaramay. Alloh shifosini bersin. Natija zo'r bo'ldi, Xudo xolasa. Jamlonbekka rahmat, qizlarga xizmat qilayotgan hammalarga rahmat. Hammamizga Alloh shifo bersin. Sizlar ham bedavo dard ekan deb o'ylamanglar, davosi bor ekan. Alloh shifo bersa, albatta tuzalamiz. Rahmat, salomat bo'ling, kasal bo'lmanglar.